Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, mana shunday sifatli xunojin ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sarishloqdan yana Alisherjon do'stimizni mol fermaga kelganmiz. Bu yerda inshaalloh soatlariga mana shunday xunojinlarda sifatli joylardan kelgan. Bular haqida to'liq ma'lumot Alisher do'stimiz o'zlari harakat qilaman. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, kanalga ham bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Unda biz videolarimizni boshladik. Iloji boricha narxini tushirib, yengil qilib obzor qilib berishga harakat qilaman akalar. Alisher, siz charchamay olib oldingizmi? Obunachilarga salom. Xudoolasa, Obunachilar bugun vaqti bosib turinglar, mollar narxini yengil qilib beraman o'tgan safargida yengil bo'ladi. Xudoolasa bu safar ham sifatli joylardan kelibdi. Oldi, konkretlar keldim. Hop, necha bosh chiqadi Alisher bugunga? Bugunga 7 bosh. 7 bosh. Shundan boshlayveramizmi kattarog'idan? Mashhurlardan boshlayman, bir qator mollar ko'rsating dedim. Xudoolasa hammasi sifati joyida. Sifati o'ylanadigan joyi yo'q ekan lekin. Hop. Oldi ko'ti bir xil haligi matsam bo'ladi. Bachkana olmas ekan. Xudoolasa makatlar o'shlari ham hammasi joyida. Bir bosh akalar videoda oxirigacha ko'rsangiz inshaalloh mana shunday semental variantdan bor ekan. Semental gibrid adashmasam bu. Bizdan 80% keladi bu. 80% gibrid variantdan ham bor ekan. Videoda oxirigacha ko'rsalang. Buni ham narxlarini chiroyli qilib olib beramiz. Bo'lmasam bo'yni o'lchab o'tiraman ashim. Cho'yni o'tkazishni cho'yga aytaman. Bugun Uchosiga. Bilmasdan ko'ringlar obunachilar. Kech-kechlar ham Nima bilmay qoladi. O'lchab ko'tarmayapman. Ikkosi pash, uchosi pashti bir xil ekan buni. Necha nochiroq ekanligiga qaraganda, uni ikosiga qaraganda. Necha ekan bu? 1.10. 1.10 ekan. Bunisi qancha chiqdi? Bunisi 1 metr pilisini. 1 metr chiqdi. Asli baland chiqadi. 1.5 dan baland chiqadi. Urdim buni bo'yi 1.5. 1.5 piliska. 1.5 piliska ketaveradi. Lekin buni ham sifati inshaalloh joyida olargan. Mana bir kallalari ham joyida. Sirksalarning arzuladigan onojinaga hammasi emasli. Lekin mana shunga Xudoga mana shunga ishqiboz bo'ldim lekin. Haqiqiy sifat joyida tula bo'lgan variantdan ekan. Bular endi tulashga kelibdi rosa. Yoshi haliga yosh. Necha oylik pashta endi? Yoshi preminni shu 7-8 oylik chiqadi. Kattalari. Katta 7-8 oylik. Ular 6-7 oylik chiqadi. 6-7 oylik atrofida. Endi qizig'i narxida deydi-yu. Urdim mana qo'l. Qani? Qo'lni bering. Molga baland narx aytib keragi yo'q. Dangal savdo qilamiz. Dangal savdo bo'ladi. Mana mollarda o'zingiz ko'rdingiz, o'tgan safar mashina kam mollarni 11 milliondan chiqardik-da. 11 million. 11 milliondan. Mana qo'l 11 million yo'q narx. 10 milliondan berilsin. Kamini qilib beraman ozgina mana. Bo'ladimi Nuriddin? Sal 10 million so'mdan kami bor. O'tib bering. U hozir kam bor, telefonda o'tasizmi? Bo'ldi mana Nuriddin. Buni gap. Buni 200 mingdan berilsin. Uylarga yetib boradi mol mana. 98 dan ketaveradi. 800 ming so'mga haligisini puli yo'q uning ichiga. Dastlabkasini o'ylashmasin. Mash pulni ichida uylarga yetib boradi. Yetib boradi. Telefon qilsa o'tib berasiz qolganiga. Telefon qilsa xayri bor Nuriddin. Xayri bor. Xayrini o'tib beraman. Savdolar sunnatdagilar aloqa chiqib kelishaverasiz. 9 million 800 ming so'mdan. Uchalasi bir joyga. Uchalasi bir joyga ketaveradi. Tanlab olishgachi bu? Tanlab olishga bo'lsa Nuriddin 100 ming so'm piliska yuradi. 100 ming piliska yuraveradi. 100 ming piliska tanlab olsa 98 ga bering, tanlab olish ham shunday. 98 ga ketaversin tanlab olish ham. Hozir ko'ndirib qo'yasiz, tanirdi shunaqa qilib. Yo'q, menga qarang, 98 dan tanlab olsin, ketaveradi. Barakasini bersin. Hop, uchosini olsangiz ham, tanlab olsangiz ham 9 million 800 ming so'mdan ketaveradi. Navbatdagi mana uchalasi zo'ridan qoldi. Qani? Shunday.
ko'rsatib ketaychi. Xudoolasa akalar, sifati ham kalla boshlarini xudoolasa mana joyida cho'sini ham. Alisher buni necha oyda deding hozir? Bizni oyliqlari 5-6 oylik atrofida. Aha, bular 5-6 oylik atrofida dedik. Cho'si ham xudoolasa karibkasi joyidami? Mana ostidan kimga sigir bob kerak bo'lsa, sigir bob kerak bo'lsa sifatli sigir qilaman degan akalarimizga ham inshaalloh tavsiya qilaveradigan joy ekan xudoolasa. Alisher endi buni bo'yini o'lchaman degan. Bo'yini o'lchab qo'yingchi. Akalar, bu bo'yini o'lchashimiz sababi xudoolasa bu metrlar sotiladigan narsa emas, lekin primerni devor poyarga qo'yib, yo'masa molingizni solishtirib olasiz haligi. Ko'ngil holi bo'lib nima bo'lib qolish shart emas. Ruddan kichkinasi 1 metr chiqdi, monolari 1.5 dan chiqyapti. 1.5 dan chiqyapti. Bunisi 1 metr chiqdi. 1 pirusga ketaverar ekan-da. Hammasini 1 pirusga beraveraman mana. Bizda bo'yiga tortishilmaydi, bilasiz. Molni sifatiga tortsa, molni sifatiga tortishadi. Narx sotishamiz. Material bo'lmasa, o'lchab sotiladigan. Mana sifatli molga tortishiladi bizga. Ana metrli kerak yo'q narsa bu. Narx aniqlaydi. Ruddan 300 ga enchidan chiqyapsiz. Mana mollarni yengil qo'yapman, ularni ham yengil qilib beraman. Bugun bozorda ko'rdingiz, Nuriddin, bozorda arzon qilib beraman. Narxini eshitib o'zim hayron qolasan, Nuriddin. O'zingdamisan deysan. Bitta bo'lsang-chi. Endi bunga mana eshitdi. 9 million 700 ming so'mdan pul berishadi. 98 dan qo'ydi qana bo'ladi. Mana key. Mana Mashallarimizga 9,5 dan berishdi mana. Bir joyga 300 ming razin saqladim o'shanda. 300 ming mol sifatini ko'ring. Yo'q, sifat bundan qolishmaydi, joyida. Mana yo'q narsa. 9,5 million so'mga kamini qilib beraman obunachilaringiz uchun faqatgina. Yo'q, menga qarang. Saroy uzdan chiqyapti. Menga qarang. 93 dan 300 ni olsa, chiroyli qilib. Telefon olsa undan ham. Aka, ajmoni uchoq yoqib qoldi. Mana uchoqni menga siz aytgan narxdan 9300 ming so'mdan ber deysan, bir joyga beraman mana. Barakasini bersa, hozir 97 deganingizgami? İlk 100 ming razin saqlanadi mali qilyaptirim. 9 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Menga qarang. Telefon qilsa tushib berasiz lekin. Bo'ldi, Nuriddin aytyapman-ku. Hayrini bor, hayri bor. Hayri bor. Hamma narsada hayri bo'ladi. Xudoolasa hayri bor. Alloh qochib ko'rsinlar. Aytgan narxi sotilmaydi akalar, inshaalloh kelishtirib savdolar sunnat akalar. Bo'lakchasini deb qoldi, mana. Savdo qilaverasiz. Ye bu qolib ketdi. Mashalloh, mana. Zo'rini oxiriga olib qo'ydim-da mana. Videoda oxirigacha ko'rganlar akalar mana. Sementdan 80% deydi. 80% ga semental bu. 80%. Gibrid variantlaridan. Gibrid, chachishga. Bo'ynini o'lchab qo'yingchi. Mashalloh. Kamerani ayting Nuriddin. Qani? Haqqoniy bo'lsin deganlarga mana. Mana bo'yi 1.3, 1.2. 1 pirus ekan-da bu ham. 1 metrdan kam emas ekan. 1 pirus emas, 1 metrga olib. Va bo'yiga tortishilmaydi. Narxi, muhimi narxi deydi-yu. Bu ham o'sha onalar bilan teng shekilda 5-6 oylik atrofi. Ha? Bu undan kichkina. Undan kichkinami? Undan kichkina. O'sha 5 oylik. Raza bo'lsa 3-4 oylik chiqadi-da bu. Haligi inadan enchi bo'lgan shekilli ajraganiga bir Nuriddin bir 15 kun 20 kun bo'ldi. Yarim oy bo'ldi. Fermadan olib chiqdim. Fermadan keldi. Ha, fermadan. Aka, molni ajratib qo'yaman yaqinda sotaman deb. 15-20 kun bo'lib qoldi dedi. O'zi qayta do'qoni ham qaytib bo'lib shekilli o'zi. Mana. Qayta do'qon qaytib oldi. Istemib turgan mol ozgina qaytadi. Ozgina qayta inasi ajragandan keyin. Endi bu mol bari qaytmaydi. Endi pirusga ketadi. Pirusga yuradi mol. Shunaqa. Buni bari sizgacha vaqt qo'ysan, gamoning hech bo'lsa 20 bering jinni o'tib beraman deb pullar o'tadi. Bu bozorda ham. Xudoolasa sir qilaman deb akalarimizga tavsiya qilamiz. Xudoolasa toza sementlar qo'ysalar, xudoolasa mana shunday 80% variantdan chiqaveradi. Menga qarang. Buni ko'p kuttirmaylik. Qizig'i narxida-da. Qoldi bering. Hamma narsani narxini kutishadi, to'g'rimi? Bari. Narxi, qizig'i narxida. Qizig'i narxida. Mana bu mol bitta ostidan ko'rsataylik. Yo, ostini ko'rdik. Mana Nuriddin. To'rtta va Nuriddin. Ey, narxi deydi-yu. Bittasi ishlaydi mana Nuriddin. Qani? Narxiga mana 10 ga yo'q narsa. Molni haligi o'tgan safarga mana shunaqa sementallardi Nuriddin.
bundan kichkinalarni 11,5 dan qo'ydik to'g'rimi kanalingizga. Yo, u narxlar 11,5 yo'q endi. Unda Endi juda mana unga o'ziga nurdim mana. chiqdilar. 11 million berishsan, xeyr emas, kami bor mana. 11 million so'mga kami bor. Yo'q, kami bor, telefon olsa emas, hozir bir normallik o'ting. Hamma molda tortishib endi. Mana shuni oxirida tortishmasam, videoda orcha ko'rganlar. Tortishmasam bo'lmaydi ham-da. Yo'q, menga qarang, sifati. Yo'q, sifatiga aniq qanim yo'q, ammo o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi mana. 100 ming so'mni o'tib beraman, Nuriddin. 100 ming yarashyaptimi sizga? Qo'ymi bu 100 mingni o'tadi? Nuriddin endi Ya, hisobini chiqara olmay qolaman tag'a mana. Mana unga 100 ming so'mni o'tib beraman. 10 million 8 ming berishadi. 10 million 8 ming berishadi. Uyga yetkazib borasiz. Xursandmisiz Nuriddin? Obunachilaringiz uchun, faqat Saroyozda obunachilar uchun mana. Barakasini bersin. 10 million 8 ming so'm olaverasiz. Lekin bittaga undan ham tushib berasiz telefon qilsa. Bo'ldi Nuriddin. Telefon qilsa tushib berasiz. Xayrini qilib beriladi. U bittani o'zi nomiga dastlabga qancha ketaveradi? Toshkentgacha qilib beraman Nuriddin. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Tog'dag'a Toshkentga o'tkazib berasiz. Xudo xolasa hammasiga bitta optim narxini aytib qo'yaman. Ya, bularga aytib keting bo'lmasa. Oltitasi ham bu ham ichida ketadimi bu? Yo'q, uni hisobini chiqarganim yo'q. Mana shu 6tasini 6taga bitta optimdan optim. oxirida. Ya hammasini bir tortimga deganga mana Nuriddin qo'lda bering. Mana unga 9 million 9,5 dan berilsa ana bor. 9 bilo 700 demoqchi edi mana. 9,5 dan berilsa mana tekkiz. 6tasi ketaveradi. O 10 million chiqargan mollarimiz ham ketyapti ichida. Nima deysiz? Bo'laveradimi? Yep, barakasini bersin. Dastlabkasi O'zbekistonda qilib berasiz, 6 tani olma. Bu 6 tasini olishda dastlabkasini qilib beraman, Nuriddin. Qilib berasiz. Telefon qilasiz, dastlabkasini kelishaverasiz. Aytilgan joyga dastlabkasi bor. Aytilgan joyga endi bitta olsalar amakilar O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini kelishib olasizlarni. Biz hozir Vodiy bo'ylab Toshkentgacha deyapti, bittaga ham endi misol uchun Samarqanddan olish mumkin bittani. Ularga ham xudo xolasa kelishasizlar, u yoqli bu yoqli qilib kelishaverasiz. Lekin bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha videomiz shulardan iboratdagilar. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib, videoni orcha ko'rgan bo'lsangiz, otangga rahmat deb yozib ketishdi. Unutmaysizlar.